Her bir qara ko'zdan shu video kommentariyasini mashallah so'zini yozib ketish so'rab qolaman. Duo qilinglar, Alloh amin. Bilaman, sizdan pul yig'nab yuribsiz, chet ellarda ishlayapsiz, o'zingizga, farzandlaringizga, nabiralaringizga shunday imoratlar quraman deb. Allohim bundan da go'zallarni, bundan da chiroylarni peshonangizga Allohim o'zi yozib o'rgay. Ilohi amin. Allohim o'zi hammasini niyatini yetiravergay. Qadrli aka-ukalar, men bu xonadonga bizga kelmaganman. Qurilish, remont ishlari o'jinda ko'rib turibsizlar. Samarqandlik usta ukalarimiz To'lqinbek o'zining jamoasi bilan Burlan parfyumga atir zakaz qilib edi. Atirni olib keldim. Ukalarimiz boshqa bir xonadonga remontga ishga ketgan ekan. Shunday ekan, bu atirimizni bizga kelmadi, bizga olib ketmaymiz ham. Mazza atirimizni yangi xonadonga bilan sepib ketamiz. Hamisha shu xonadonlardan asal mazali hidlar taralib turaversin. Ana endi bu xonadonga nu ishlar qilindi, Samarqandlik ustalar To'lqinbek nu xizmat qildi deganlarga travertin ishlarini qilgan ekan, ko'rib turibsizlar. Travertin hozirgi kunda trendda, ko'pchilik fasad tashqi tomonlarini, uyning tashqi tomonlarini chiroyli qilib uzatib turibdi. Asl vazifasi buning chang'a, yomg'irga, qorga deysizlarmi, bolalar chizib tashlayman, dog' bo'lama, xullas vayron bo'lama, suv sepsangizlar suv bilan ketaveradi. 3 yil, 4 yil, 5 yil, 10, 20 yil ham turaveradi deb Xudo qalasa aytib turibdilar. Ana endi do'stlarimizni qilgan ishidan kelib olmasak, 880 metr kvadratli mana shu xonadonimizda travertin xizmatlarini qilib bergan. Ana bu ko'cha tomondan kiraverish qismi, yon tomonlari, ko'cha tomonlari, orqa tomonlari xullas deyarli hamma yeri mana katta yer 880 metr. Asosiy qilgan ishlari birinchi o'p devorga yozning issiq kunda quyosh nurlarini ichkariga o'tirmaslik uchun, qishning sovuq kunlarida sovuqni ichkariga o'tirmaslik uchun devorga bazolit qaqqan, bazolitdan keyin setka qaqqan, setkadan keyin 2 qavat kley o'rgan, kleydan keyin travertin qilgan, travertindan keyin 3 qavat jemchug qilgan va shu ko'rinishga, chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan. Bu katalogda buning har xillari bor. Xizmat turlari metr kvadrati 100 ming so'mdan 150 ming so'mgacha o'zingiz tanlaganini qarab o'zgaraveradi. Xullas haqiqatdan zo'r mana imoratlar ko'rib turibsizlar. Chiroyli to'ylar bo'lsin, yaxshi mehmonlar kelsin. Xullas o'g'il qizlaringizga, nabiralaringizga shunday uylar nasib etaversin. To'lqinning o'zining jamoasi bor. Xorazm, Qoraqalpoq, Burlan bo'ylab hamma yerda ishlab turibdi. Asosiysi sifat birinchi o'rinda, narxlar arzon. Bu videoga like bosib, komment yozib, uyini remont qildiraman degan yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Hamma bilan yaxshi kunda ko'rishik.